Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchi va tadqiqotchilar. Bugundan boshlab Stata dasturining eng kerakli bo'lgan buyruqlarni va ularning tibbiyot hamda farmatsevtika sohasidagi ahamiyati, ulardan olinadigan natijalarni ko'rib chiqamiz. Men tibbiyot oliy ta'lim muassasalari hamda texnikumlarida Stata dasturini o'rgatish loyihasi asoschisi Shahnoza Qodirovaman. Demak, darsimizni boshlaymiz. Buning uchun men Stata 17.0 dasturini ochib olganman va unga o'zim uchun kodlarni yozib borish jarayonida kerak bo'lgan do faylini ham import qildim. Endi menga kerakli bo'lgan asosiysi datamni import qilaman. Xo'p, datamiz import bo'ldi. Endi bizga tibbiyot yoki farmatsevtika sohalarida Xitoy yoki Amerika yoki Yaponiyadagi ilmiy tadqiqot faoliyatlarini o'rganganimizda eng ko'p qo'llaniladigan grafik bu box plot hisoblanadi. Nega aynan birinchi box plotdan boshladim? Hozir ko'rib chiqamiz. Uning uchun grafik bo'limiga o'tib turib box plot funksiyasini tanlaymiz. Bunda xohlasak vertikal, xohlasak gorizontal holatida box plotni chizishimiz mumkin bo'ladi va shu o'rinda aytishim lozim, bizda box plot va shu kabi grafiklar faqatgina Stata dasturida administratorlik funksiyasi berilgandagina chiziladi, boshqa holatda chizilmaydi. Davlat birinchi holatda aynan vertikal box plotni chizib ko'ramiz. Ya'ni bunda yoshni, ya'ni patsientning yoshini, undagi ko'rish o'tkirligidagi muammosi va jinsini o'zaro belgilab turib hisoblab chiqamiz. Xo'p, demak, bunda tadqiqotlarimizda aynan chet ellik, xususan Amerikada tadqiqotlarni ko'rganimizda bu joyda bizda 4 ta kvartalga bo'linadi, ya'ni Q1, Q2, Q3 va Q4 holatida. Va mana shu holatda bemorlarning yoshini oshgan sari ulardagi ko'rishdagi muammosi va muammosining ortishi kamayishini va bu jarayon ularning jinsi bilan ham bog'liqligini ko'rib chiqsak bo'ladi. Ya'ni yoshi aynan o'rta yoshda, aynan bizning yoshimizda bo'lgan bemorlardagi ko'rish bilan muammosi uning bizdan tepada 30-40 yosh atrofidagi bemorlardan ko'ra ko'pligini mana shu joyda aniqlasak bo'ladi. Buning sababi oddiy, chunki bizning yoshimizda hamma jarayonlarimiz elektron va atrof muhitning ifloslanishi ham aynan bizning yoshimizda bizning ko'zimizga juda katta ta'sir ko'rsatadi va yoshlardagi ko'rish o'tkirligi bilan muammoga aynan elektron tizimlar katta rol o'ynayapti. Nafaqat foydali kontentlar ko'rish, balki shunchaki vaqtni o'yin ko'rib o'tkazish ham ko'rishning pasayishiga olib kelmoqda va ko'rishimiz mumkin bo'lgan holat bunda bizda eng yosh, bizdan ham yosh bo'lgan bolalarda kamroq uchrashi, bizning yoshimizda eng ko'p uchrashi va bizdan tepada 35-40 yoshlar orasida nisbatan kamligi va 40 bilan 60 ning orasidagi 70 ning orasida ham eng ko'p uchrashini ko'rib chiqamiz. Bu holatda yoshga doir ko'rish o'tkirligining pasayishi, ko'zning ichki bosimining ortishi va ko'zda parda, katarakta hosil bo'lishi bilan ham izohlanadi. Endi ko'rishdagi muammo asosan bizning yoshimizda va bizdan katta bo'lganlarda ko'p uchrashini ko'rdik, chunki bizning yoshimizda hozir aytganimdek elektron
tizimlar va unga bo'lgan qaramlik, noto'g'ri ovqatlanish tizimi tartibi sabab bo'lsa, bizdan kattalarda esa jismoniy va ruhiy yuklamaning ortishi ko'rish o'tkirligining pasayishiga olib keladi. Ya'ni bunda inson asabiylashganda nafaqat ko'rish tizimiga, balki boshqa tizimlarga ham ta'sir ko'rsatadi. Xo'p, jinsga bog'liq holatida ham aynan bizning yoshimizda, ya'ni 15, 25, 30 yoshgacha bo'lgan oraliqdagi insonlarda bu jarayon ko'p uchraydi. Bunda erkaklar va ayollar deb beradigan bo'lsak, aynan yoshimizga mos holatidagi kasalliklar kelib chiqqanini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bundan boshlaganim sabab, chunki hamma xorijiy ilmiy maqomlarda, xususan top Stalin universitetiga kiruvchi oliy ta'lim muassasalarida aynan mana shu tizim orqali tahlillar amalga oshiriladi. Xo'sh, buni qanday qilib biz dissertatsiyamizga qo'shishimiz mumkin bo'ladi? Buning uchun mishkaning o'ng tarafini bosib save as yoki copy qilib qo'shishimiz mumkin. Copy orqali biz kopiyat qilamiz, save as orqali saqlay qilamiz va buni agar ilova ko'rinishida qo'shmoqchi bo'lsak, print orqali ilova qilishimiz ham mumkin bo'ladi. Ikkinchi holatimizda bizda obyektning tagida joylashgan copy qismi orqali ham kopiyat qilishimiz yoki fayl qismiga o'tib save as qilgan holatda saqlay qilishimiz mumkin bo'ladi. Agar bu holatda bizning dissertatsiyamizga qandaydir rang jihatdan to'g'ri kelmaydigan va yoki ortiqchalik energiyasini beradigan bo'lsa, unda biz buni ustiga bitta bosib turib start graph editor yordamida xohlagancha to'g'rilab olishimiz mumkin bo'ladi va oxirida stop graph editorni bosgan holatda biz buni ko'chirib olamiz. Xo'p, bu funksiyamiz tugadi. Bu narsani agar tushungan bo'lsak, endi start dasturiga yana qaytib o'tamiz. Demak, bu faylga men kiritib qo'yaman box plotni. Demak, natijalarni grafik yordamida tahlil qilish. Shu o'rinda men aytishim lozim, aynan vertikal holat yoki gorizontal holat bo'lishi shart deb xohlagan turingizda amalga oshirsangiz bo'ladi. Buning uchun hozir aytganimdek box plotga kirib gorizontal tanlaysiz bo'ldi. Sizga gorizontal holatida ham chiqarib beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi funksiyalarimiz bizni keyingi videolarimizda ko'rsatiladi.